Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 17-iyun uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bunga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-24 daraja, kunduzi 31-34 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo qisman bulutli, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.